Salom do'stlarim, men bugun sizlar bilan Dinouz. Bugun biz Fire Legends o'ynaymiz. Men faqat Minecraft o'ynamayman, zero ekanimda Fire Legends desam o'ynab turaman. Chunki men driftga juda ham qiziqaman Minecraft bilan. Bugun men sizlarga o'zim tuning qilgan mashinani o'ziman. Albatta bu chitli, qaysida pul yig'ish qiyin bilasizlar. Mana men qilgan tuning. Mana hozir sizlarga buni qanday drift qilishni ko'rsataman. Trenirovkada qilish kerak, bo'lmasa haqiqiy batmi. Men mana shunaqa ichidan ko'rishni yaxshi ko'raman. Hayotda ham driftga juda ham qiziqaman. Boya zo'r drift bo'pti endi. Aylantiramiz. Timati. Mana. Mashina qilib unda qilib aylanma driftdan qivораman, lekin uriladi demashdi. O'xshamay qoldi. Kechirasizlar do'stlar. O'xshamay qolgan drift uchun. Sizlar ham Fire Legends o'ynaganmisizlar? Kommentariyaga yozib ketamiz. Masalan, men oldin ham o'ynaganman. Shuning uchun yana o'ynash uchun o'tkazdim. Albatta bu modlisi. Like va obunani bosish esdan chiqmasin. Biz yozgacha 100 ta bo'lishimiz kerak. 100 ta obunachi, keyin men jonli efir chiqarishim mumkin. Masalan, bu o'yinlarni o'ynab, masalan Minecraft yoki horror o'yinlar, masalan qiziqarli o'yinlar. Mana driftim yoqqan bo'lsa, driftlarim yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketamiz. Va o'xshamagan joyini, videoni nechinchi soniyasida o'xshamagan driftni kommentariyaga yozib belgilab keting. Menimcha boyagi sizlarga yoqmagan bo'lishi mumkin, boya aylanma drift. Shunday va mana bu videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Bitta aylanma drift qilib mashinani tuzatib chiqib ketamiz. Driftim sizlarga yoqqan bo'lsa, like va obunani bos ishdan chiqmasin. Keyin kommentariyaga siz ham Fire Legends o'ynaganmisiz yozib ketamiz. Like va obunani bos ishdan chiqmasin. Hammangizga rahmat.